Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga nevroz kasalligi, depressiya, umuman ruhiy muammolar nimaga qaytalanadi? Mana shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Chunki meni bemorlarni eng qiynaydigan narsa mana shu. Doktor qaytalanmaydimi? Juda ko'pchilik so'raydi. Doktor yaxshi bo'lib qolyapman. Doktor o'zimga kelib qoldim, qaytalanmaydimi yoki hali yaxshi bo'lmasa ham qaytalanib qolsa-chi, oldin qaytalangandi deb qo'rqishadi. Nimaga qaytalanadi? Shu qaytalanish degan nima? Mana shuni sizlarga ochib bermoqchiman. Nevroz kasalligi, depressiya ham avvalambor 100% davolanadigan kasallik. Ya'ni buni davosi yo'q emas. Siz misol uchun mana bu anaqa rak kasalligi yoki qanday bir boshqa jiddiy muammolar kabi insult bo'lib qolib, bir oyog'ingiz ishdan chiqib tiklanishingiz qiyin bo'ladigan kasallik emas. Avvalambor sizni kasal deyishga ham meni tilim bormaydi. Chunki meni bemorlarimni tashqaridan ko'rgan odam hech kim kasal demaydi. Bahona kasal deyishi mumkin. O'zi bahona qilyapti, bir yolg'onchi kasal deyishadi. Lekin ichidan o'tganini o'zi biladi. Buni yaxshi tushunaman men. Buni bemor o'zi tushunadi va mutaxassis tushunadi. Nimaga qaytalanadi? Qaytalanish sababi birinchi sabab ko'pchilik bo'ladigan holat, ayrimlar psixoterapevtga kelmasdan yaxshi bo'lib ketadi. Keyin yana qaytalanib qoladi. Nimaga? Chunki biron bir ish bilan chalg'igan bo'ladi, hayotda bir baxtli hodisa ro'y bergan bo'ladi. Miya shu bilan chalg'iydi-da bo'ldi, esdan chiqaraveradi kasallikni. Bitta qattiq stress keladi, yana qaytalanib qoladi. Nima demak, bundan biz xulosa qilsak bo'ladi, nimaga qaytalanyapti? Stressga tayyor emas. Stressga bardoshliligi tayyor emas. Insonda ongi bor, aqlimiz, ongimiz va bizning miyamiz bor. Ong osti. Ong osti miyasi ham bo'ladi. Bizni mana meni videolarimni ko'ryapsizlar, tushunyapsizlar, menga aytib ko'pchilik yaxshi bo'lib qoldim, ancha o'zimga kelib qoldim deydi. Nimaga? Chunki haqiqatan ongi tushunib yetgan bo'ladi. Lekin ayrim bemorlar bor, ayrim hamma emas, faqat ongli ravishda tushungan bo'ladi, lekin hali stressga bardoshliligini biz bilmaymiz qanaqaligini. Stresssiz yuradi, yaxshi yuribman deydi. Men qachon 100% tuzalganingizga ishonaman. Qachon sizni o'sha stressga tiqib tashlasa, sizni yana shu stressga tiqib tashlab, sizni o'sha narsa bilan yuzlashtirsa, hech narsa bo'lmasa, yaqiningiz o'tib qoldi ham parvozi kelmayapti. Misol uchun, endi parvozi keladi, siz qilasiz, endi baribir, lekin o'zingizga olmayapsiz unaqa. Qazoy qadarga rozi bo'lgansiz. Ya'ni siz qilmay qo'ydingiz unchalik, o'zingizga olmasdan o'zingizga olmoq qilmayapsiz. Moddiy qiyinchilik, oilaviy yetishmovchilik, boshqa oilaviy muammolar bo'lib qolsa ham o'zingizni yaxshi tutyapsiz. Mana shu tuzalish degan. Mana shunda ruhiyatingiz barqaror desak bo'ladi. Muammo bo'lmayapti, muammodan qochib yuribsiz, muammolardan misol uchun siz qaynonangiz bilan kelishmay qolgansiz, qaynonangizdan ketdingiz, yaxshi bo'lib qoldingiz. Bu degani siz yaxshi bo'ldi deganingiz emas. Qachon siz qaynonangizga yana yashasangiz, o'shanda yaxshi bo'lgan hisoblanasiz. Qaynonamga borsam mazam qochadi deydi. Unaqada tavsiya qilinadi. Yo, ajrashib ketish kerak. Endi men ajrashishga qarshiman. Oxirgi chora bo'lishi kerak yoki o'sha muammoni hal qilish kerak. Buni ko'pincha oilaviy psixologlar ishlaydi, lekin menga juda ham ko'p mana shu sabab bilan kelishadi. Qachon inson muammo bilan yuzlashganda hech qanaqa o'zida bir to'g'ri sal reaktiv holat bo'lishi mumkin. Bo'lmaydi degani emas, yurakdingiz urib ketadi, bir g'alati holat bo'lishi mumkin. Lekin o'shanda voy qaytalanib qoldi deb o'ylash kerak emas. Sog'lom odamda ham bo'ladi u narsa. Faqat sog'lom odamda nevrozga oldin uchramagani uchun bunga miyasi e'tibor qilmaydi. Meni bemorim shunga e'tibor qiladi. Voy bir narsa bo'lib qolaman, unaqa bo'lib qoldim, yana qaytalanib qoldi. Doktor yozishadi menga. Doktor, yaxshi yurdim, 6 oy zo'r yurdim, 3 oy zo'r yurdim. Bir nima bo'ldi, sal qaltiroq keldi yana xavotir paydo bo'ldi, yana boshlanib qolsa-chi deb. Bo'ladi. Nevroz batamom yo'qolib ketadi, lekin hammada emas, ayrimida saqlanib qoladi. Faqat hayotiga unaqa jiddiy anaqa bermaydi. Muammo tug'dirmaydi. Kimlardir 100% bo'lib ketadi, kimlardadir sal-sal qoladi. Lekin hayot sifatiga, unaqa ishlashingizga, yashashingizga muammo tug'dirmaydi. Bemalol ishingizni qilib ketaverasiz. Mana shunaqa bo'ladi. Va shu o'rinda yana bitta narsa aytmoqchiman. Xabaringlar bor, klinikaga mana yotib davolanish yo'liga qo'ydik. Kelishni boshlashyapti bemorlar. Va bitta tuzoq bor shu yerda. Bitta tuzoq bor. Kelgandan yaxshi bo'lib qolishadi. Bir kun yotishadi, mana bu guruhli terapiya olishadi. Bo'ldi, yaxshi doktor. Qaytsammikin uyga? O'zim yaxshi his qilyapman-da, o'zim qaytsammikin? Nima deysiz? Shu dorilar ichib, aytganingiz qilib yuraversammikin? Mana shu narsa xayolimdan o'tgandi va bu narsa ro'y berdi.
Men o'ylagandim, haqiqatan bemorlar kelsa, endi meni ko'rishga oshibdi, keldi, ko'rdi, psixoterapiyani olyapti. Yaxshi bo'lib qoladi birinchi kunda, aniq uni bilaman. Ayrimda bo'lishi mumkin nisbatan, lekin ko'pchilik mana shu holat kuzatiladi. Ana endi ketish payiga tushadi. Chunki miya shunaqaki, bizning miyamiz o'zini doimo qachonki yomon his qilgandagina biz o'zbeklar mutaxassisga murojaat qilamiz. Oddiy organik kasallik bo'lsa ham, misol uchun jonimizdan o'tib ketsagina doktorga boramiz. Bo'lmasa bormasdan yuraveramiz burnimiz oqizib. Bu yerga yomon ahvolda keldi, ko'rdi, yaxshi bo'ldi, ana endi ketish payiga tushadi. Men aytyapman ularga, ketish endi o'zingizga havola. Men sizni majburlash niyatim yo'q. Chunki bizga shunaqa o'rgatgan. Hech qachon biz bemorga unaqa bunaqa deyish haqqimiz yo'q. Doimo o'zimizga qo'yib beramiz tanlash imkoniyatini. Chunki qarorni u qabul qilish kerak. Lekin bitta to'siq bor, mana shu tuzoq bor. Hozir bu yerda siz vaqtinchalik euforiya holatda bo'lishingiz mumkin 1-2 kun. Ya'ni o'zingizni ko'rdingiz, miyangizni xotirjam, doktorlar bor, meni ko'rdingiz. Erta uyga borganingizdan so'ng qaytalanib qolishi mumkin. Qaytalanib qolgandan keyin menga keyin murojaat qilsangiz, men qabul qilishim endi sizga oldingidek bo'lmaydi. Chunki oddiy ustozga ham borsangiz, biror narsani o'rganaman deb, misol uchun bordingiz, sizga mehrini berdi, o'rgatishni boshladi, 2 kunda siz ketib yubordingiz. Keyin qaradingiz bo'lmagandan so'ng yana shu ustozga kelsangiz, endi sizni uni jiddiy qabul qilmaydi. Psixoterapiya ham shunaqa, qalb bilan bog'lanadigan. Bu qalb kasalligi. Psixoterapiya ham qalb bilan bog'lanib bo'ladi. Men sizlarga gapiryapman, chin qalbdan gapiraman bu yerda. Siz zo'r, voydod, o'lmas, doktor yotmasam bo'lmaydi deb kelib bu yerda, keyin 2 kundan keyin ketamanga tushsangiz, ko'zingiz yetsa, bemalol, duxingiz yetsa, haqiqatdan ishonsangiz, bemalol, men sizni olib qolishdan manfaatim yo'q. Men nima uchun 10 kunlik yotib davolanish qilyapman? Miyangizga mustahkam o'rnashsin deb. Mana bu yerga 10 kun kelib dam oling. Miyangiz o'ziga joyiga tushsin, tashvishlarni unutsin va mana bu yerda psixoterapiyadan bahramand bo'ling deb. Bir kunda ko'rib, hamma mana yaxshi bo'ladi. O'zbeklarda shu narsa bor, oilam, bolam, chaqam deydi, ketishga harakat qiladi. Keyin ketganingizdan so'ng mabodo endi qaytalanmasin, qaytalanib qolsa, lekin endi oldingidek bo'lmaydi psixoterapiya. To'g'risida. Chunki mana biz yana qaytib kelasiz-ku. Siz ham birinchidan endi kimlardir qaytib keladi, kimlardir qaytib kelishga yuzi bo'lmaydi. Qaytib kelgan odam desa, baribir ko'raman, baribir yuz tanish. Ustoz yana keldim desa, xo'p, mayli keling deyman-da, lekin psixoterapiya bo'ladi, lekin baribir o'rtada baryer, to'siq tushadi. Xohlaysiz, xohlamaysiz shunaqa. Bu bitta menda emas, hammada bo'ladi, chunki biz ham insonmiz. Men ham odamman, robot emasman. Robot bo'lganda boshqa gap edi. Robotdek gapiraverib his qilmasdim. Men ham hissiyotim bor. Mana shu holatda siz mehringizni berganingizda ketib qolgandan so'ng yana kelaman desangizlar, unda yomon bo'ladi. Shuning uchun 10 kunlik kurs qilindimi? Onlaynda, offlaynda mana bu yerda bo'lyapti. Qatnashing, o'rganing. Men boyaga aytgan gapim, miyangiz tushunib yetsin buni. Ongingiz tushungan foydasi yo'q. Ongingiz tushunadi, ha yaxshi ekan, bu hech narsa bo'lmayotgan. Bitta stress olgandan so'ng ongingiz o'chib qoladi, keyin miya bu yoqqa xavotirga tushib ketadi. Mana bu yerda miyangiz ham 10 kun davomida tushunish ehtimoli o'ta baland bo'ladi. Miyangiz tushungandan so'ng qo'rqmaysiz siz endi. Stressga bardosh bo'lsa, misol uchun bu yerda siz qabristondan o'tsangiz, mana qabristonga borib kelib vazifa berish mumkin. Chunki jonli bu yerda. Ko'chaga chiqsangiz, mana bu yoqqa borib keling, vazifa misol uchun. Psixoterapiyadan keyin. Sizga mana bu vazifa ertaga kutib qolaman. Siz mana bu narsani qiling. Odamlar orasidan qo'rqasizmi? Metroga tushing, avtobusga mining. Misol uchun o'rgatasiz o'zingizni. Mana shu narsadan ehtiyot bo'linglar. Keldinglarmi? Imkon qadar hammani imkoniyati har xil. Bilaman. Narxlar u darajada arzon emas, lekin u darajada qimmat ham emas. O'rtacha narx qilingan, o'rtacha bitta klinikada hozir yotib davolansangiz ham 5 million ketadi. Toshkent shahrida shunchaki dori-darmonsiz yotib davolansangiz ham 5 million so'm ketadi. Bu yerda siz nafaqat yotib davolanish, fizioterapiya boshqa va albatta muhimi psixoterapiyadan bahramand bo'lasiz. Hech kim sizni psixoterapiya qilmaydi. Narxiga o'ta arziydi. Kimga yoqar, kimga yoqmas bilmadim, lekin meni fikrim bu subyektiv, narxiga arziydi. Shu 10 kunlik yotib davolanish hozircha narximiz 5850 ming so'm deb belgilangan. Bu menimcha narxiga arziydi. Kimga qanaqa? Bu endi sizning fikringiz. Bu hammaga ham yoqmaydi, bilaman. Hammaga yoqishini men umid ham qilmayman, chunki buni iloji yo'q. Odamzod borki, men ham kim uchundir zo'r yaxshiman, kim uchundir yomonman. Hammaga birda yoqishni iloji yo'q. Sizlardan ham shuni so'rab qolaman. Hammaga birda yoqaman deb o'ylamanglar. Baribir yoqtirmaydiganlar bo'ladi.
Chunki insonmiz. Shuning uchun kimga agar ma'qul kelsa, kelinglar mana 10 kun yotinglar, xohlasanglar dori ukol kerak emas sizlar shunchaki yotib sanatoriyada yotib, massaj, fizioterapiya olib ketinglar, psixoterapiya olinglar, dam olib ketasizlar Toshkentda aylanib. Yo'q, menga dori ukol kerak desa ham, yotib muolaja hammasi bor, muolajani ham qilamiz, boshqasini ham qilamiz. Endi bu boshlanishi, xudo xolasa bundan katta niyatlar bor. Xudoyim taolo yetkazsa, albatta amalga oshib boraveradi. Shuning uchun iltimos, qaytalanish degan so'zni tushunib oldingiz-a? Miya tushunib yetish kerak. Miya bu 1 kun, 2 kunda tushunib yetadigan kasallik emas bu. Bu 1 kun, 2 kunda sog'ayib qoladigan kasallik emas. 10 kunda mana bu yerda sog'aymaysiz. To'liq. Lekin ritmga tushib olasiz, yo'lga tushib olasiz. Miyangiz, misol uchun, bir marta kelib ketganda 10% tushunib ketsangiz, mana bu yerda 10 kun yotib olsangiz, 70-80% tushunadi miya. Ana uni 70-80% tushunib ketgan qayerda-yu? 100% ham bo'lishi mumkin edi. 10% qayerda? Chunki men aldashni yomon ko'raman. Kelinglar, 10 kunda sizlarni sotib qo'yaman. Kelinglar, sizlarni darhol bu kasallikdan ozod qilaman deb hech kimga men katta gapirmayman, chunki o'zim oddiy bandaman. Ertaga men tirikmanmi, yo'qmanmi, Xudo biladi. Shuning uchun kelinglar, kelmoqchi bo'lganlarga ilm-bilimda shu soha bo'yicha ilm tajribalarni qo'llagan holda birgalikda ishlaymiz. Xudo xolasa men o'ylaymanki, agar hammaga yaxshi bo'ladi. Chunki bizni yurtimizda psixoterapiya rivojlanmagan. Bizning yurtdoshlarimiz tushunmaydi bu sohani hali. Lekin juda kerakli soha ekanligini hali buni psixoterapiya olsangiz keyin anglab yetasiz. Nafaqat kasallikka, hayotingizga ham juda ham ko'p kerak bo'ladi. Chunki men soha bo'yicha o'qiganman. Inson ruhiyati bo'yicha mutaxassis deb o'zimni atay olaman. To'g'ri, oila bo'yicha ko'p aytaman, ishlamayman chunki oila bo'yicha mutaxassis emasman. Lekin ruhiyat bo'yicha, tibbiyot bo'yicha ancha-muncha narsani o'rganganman. Ilmim yetguncha albatta yordam qilaman. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'ling.